Hammaga bolalar, sizlar bilan men Ra'no Abdulaziz. Videolar boshlanadi dedim. Mana bitta video. Men daraxtdan chopib kelgan. Hozir men daraxt bilan boltalar chopib kelaman. Boltamni hozir mana yerda qoldirdim. Bolalar mana 7 ta topor oldim, hammasini ketkizib yubordim. Endi olib kelamiz. Tak, bolalar endi qani edi uyim. Mana mana shu yerda ekan. Kecha damlama xarid qildim. Hozir bu damlama eshitishim bo'yicha skillar o'zgartirar ekan. Sizlarga shuni ko'rsatmoqchi edim. Voy, uxlatib qo'yapti-yu. Men bitta uxlab olay. Mazza bo'ldi. Nima bo'lyapti menga? Men ko'lamanmi? To'xtanglar, bitta ko'zimni yumib olaychi. Ko'z ochaychi. Ko'laymi? Qanday? Men anunga so'rashim kerak anunda. Bu damlama. Nima edi? Yetil aka, siz sotarmisiz? Hali ham bitta damlama? Ha, sotaman. Nechi pul donasi? 5 ta euro. To'xtang hozir. Shularni ichida sanaqa hisob qo'yaveryapman. Aha, silavering. Endi yaxshi o'tsin. Rahmat. Mazza ekan. Mazza qildim. Endi bu daraxtlarni nima qilasizlar desalaring, men bu daraxtlarda yangi uy quraman, do'kon qurishim kerak. Ozgina menda o'zgarishlar, boshqacha nimagadir. Temirchi, bu seniki emas, endi yo'qol bu yerdan. Yaramas. Xulay keling. Bilganingni bilmaysanmi? Merga aytib beraman, sen toptalangni chiqaradi. Uxlab qolay bo'lsam. Bolalar, bu kanal zo'r kanal. Bu kanalga mana unday qilasizlar-da, bunday qilasizlar. Bunday qilib qo'ysalarning arziydi. Keyin yana bitta kanal bor. Bu kanal Qarag'ayning kanali. Okalar, men avval videoda aytdim. Mana shortsda degani, shortsda aytganman. Ko'rganlar bo'lsa, bu shortsda nima deganman? Ko'p obunachim bo'lsa, men video olaman faqat. Endi shortslar tashlab videoga o'tdik. Endi boyagi videoni boshlaymiz. Manetlarim eskirib ketyapti. Ko'ra olmayman. Men skinim bo'lganmikan? Qo'rqyapman. Agar men skinim bo'lmagan bo'lsa, men bu qashloqda bo'lmayman. Men o'zimda skinimda ekanman. Menga bu narsalar endi kerak emas. Yaramas. Meni aldashdan voy. Rahmat, mana sizga yana beraman pul. Kerak yo'q edi. Mana beraver, barakasini bersin. Mana 14 ta izimbrod. Kayfiyatingiz yaxshi bo'lsin. Shu bilan okalar video tugadi. Keyingi videomiz qanaqa bo'lsin? 3-vyijvaniyani 3-qismini olaymi? Sizlar aytganlaringiz bo'ladi. Shu bilan videoni biz tugatdik.